Yo, assalomu alaykum Allah qanday qilinglar yaxshimi? Bugun biz yana shu kelgusi o'yiniki bazasi, andin yana shu zayom, usum to'g'riliq asl parangiz baqaylik. Necha haftaning oldida bu to'g'riliq azroq paranglashgan. Bugun yana azroq qo'shimcha qistirib so'zlab o'tay. Boshda shu o'yiniki bazasi men oldindan balkim tushib ketishi mumkin, chunki usum dashat usub bo'lib kelsa. Masalan, şu vaqtimda degan vaqtimda Amerikaniki mortgageniki o'simlari 4,5% o'sib bo'lgan. 4,7%. Hozir 5,2%, 5,3%larga o'sib qoldi. Balki yana necha haftadan ishlar 5,5% o'sishi mumkin. Ba'zilar deydi, balkim 7%, 8% ga o'sishi mumkin kelajlatin deydilar va bu balkim shu 20-30 yildan oldidagi darajaga yetishi mumkin deydilar va agar rost shunday bo'lib qolsa, uy bolalari uchun shundaq cho'ng bir tavrinish bo'ldi. Lekin yana bir o'xshamaydigan bir ko'z qarash degan gap qoldi. U bo'lsa, masalan, men oldingidan degan shu Amerikaniki Federatsiya bankasi 2004 dan 2007gacha 17 qitim shu o'simni o'stirgan. Biz hozir kelgusida balkim yana 10 qitim o'stirish mumkin deyapmiz. Lekin shu vaqtidami 2004 dan boshlab o'simni o'stirgan vaqtidami O'yining bahası 2004'ten 2007'gacha 200% o'sgan. Şuna ba'zan chaqda mo'ljallash tez bo'libmi o'yining bahasini, lekin men yana uni xatarlik deb qarayman. Chunki ashta o'ssimi, uningda nurg'un shu ko'pik hosil bo'ldi. Ham u chaqdami bir hikoya bor. Bo'libmi Lehman Brothers deydi, shu Lehman Akuflaniki bir shirkati. Ularniki hikoyasini men ayrim bir so'zlab beray. Qalayimqan o'simlarni berib, har qanday odamga beriga berib Şu öy aldıqlarının sanını bək çıxılıb ötken. Keyin ösümlər ösüyəgəşkə özün kirimi anca yaxşı emas adamlarınki ösüm töləşdən şunda qıyılıb qalğan. Ənəki bunda adamlar bağansız cıq bulub, əski talonlar şundaq çıxılıb ketken. Şu öydən ösümünü töləyənməyən. Şunun bilən anda bu köpük yerilib krizsiz hasıl olğan. Bu da bəlkə oxşamaydı. Məsələn, bizdən Avstraliyanınki ösümlərini eliş bağansız təsvip ketdi. Şunun da bu öylərin bağlarına nəhayət diqqət qılın. Bularlam emas, başqa nəslərə qaraş kerak. Öy mülkini sağan vaqtida işlədilən şu xam əşyalarniki bağları bəklam üsüb şu pul pahalılığından şunda olub kəsmi, öydən bahasını yəni östürüş mümkün. Ondan quruluşlar azlab kəsmi, bəlkə yəni o mu öyünənki bahasını östürüş mümkün. Əgər quruluşlar bəklamcıqlab kəsə, ipçonunuzu yaxşı diqqət qılın. O çağda asasda şu öyünən bahası təvirinib düşüşü mümkün. Ondan yəni bu ösüm to'g'riliq so'zlasam, ösüm şu 4-27-28 şu Federatsiya bankisiniki bir yig'ini bor. Shu chaqda ösümninki qarorini deydi. Oldingi qitim 3-chi oyda bir qitim o'sgan 0,25%. Bu qitim meniki mo'ljalliginim balkim 0,5% o'sishi mumkin. Men shunda deb mo'ljalladim. Qanday oldi qarab qo'yaylik. Chunki QE'ni bilamiz, QE quantitative easing buni 11-oyda to'xtatdi. Ya'ni pul besishni, ondan zoyimlarni setish, ya'ni iqtisodni sal bo'shitish deymiz. Lekin QT'ni taqa boshlamadi. QT deganimiz quantitative tightening, ya'ni shu iqtisodni sal chinglashtirish. Uni nima qildi? Shu qo'ldagi zoyimlarni asta chiqarib o'tdi. Boshqa mol-mulklarni, setib olgan mol-mulklarni asta chiqarib o'tdi. Lekin hozir chiqarbas qanday bo'ldi? Bu zoyimlarniki nisbati texnik o'sib ketdi. Şunga ularni menimcha hozircha chiqolmaydi, shunda tutib turdi. Bu balkim yilning oxirigacha qarab beqish mumkin zoyimlar ahvoliga. Men degandek mushtaq nachapdan oldin yuz bergan inverted yield curve deydiganlar yani yuz berib qalayotgan bo'lsa, iqtisodga yaxshi emas. Lekin qo'ldagi bu zoyimlarni chiqarib yetib qolsa, iqtisodni texmo nacharlashtiradi. Shunga hozir nima qildi? Shu dollarningki qiymatini texmo muqim qilish uchun balkim kila qitimqi o'sim o'stirishda 0,5% o'stirish mumkin. Bu faqat mening o'zimning ko'z qarashim qanday bo'ldi? O'tgancha qarab boqaylik. Allohga